Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, tinchsizlar? Biz ishni bo'ldik. Ish hozir ko'rsatamiz, ish qanday bo'lganini. Baho beringlar, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmanglar. İşimiz. Ha. Eski bor edi, esda bo'lsa profil bor edi. Qaysi usullar tahlil ketilgan, uni uzib tashladik. Qo'porib tashlab, o'zimiz tahlil qo'ydik buni. Oldingi videolarni ko'rsangizlar, mana shu yerda karkas bor edi. Ustolar ishni eplab bilmaganlar. Mana. Dizayner qanday berilgan, shuni tahladik. Eshik oldilar ana. Bu yer kafel bo'ladi, tagi yopiladi. Unga ziyon yetkazmasdan taxlangan bu. Baqot bo'lgan. Chiroyli qilib fasad bo'ladi. Ana u g'ish bilan terilgan, qanday terilgan bo'lsa, qanday hisobda taxlangan, bu ham shu holatda taxlangan. Bunisi ham shunday. Bu yer mebel bilan yopiladi. Pastlar hammasi izisnak tosh bo'ladi. Tosh bilan yopiladi. Bu tomonlar ham shunday. Xuddi unga o'xshab, bu yer ham tosh bo'ladi. Taylari chiroyli. Bu yer fasad bo'ladi. Fasad qirralar qanday ana. Ana chetlari qanday yopishgan. Akfaga hech narsa urilmagan. Faqat orqa tomondan karkas qilib taxlangan bu narsa. Hammasi shunday. Ana. Amir bir xil o'rinda, bir xil nol. Bu yer oshxona. Oshxona bu ishlagan joyimiz bu yer gostinitsa bo'ladi. Osh markazi, osh center. Bu yer oshxona. Hali bu dimoxozlar o'tib, shaxta bo'ladi, qozonxonalar bo'ladi. Bizlar ishimiz faqat gipsi karton. Bu yer dizayner bo'yicha, bu yer gips karton fasad bo'ladi. Bu yer rekadan vagonka bo'ladi, shu tomon. Bu yer ham bu yergacha vagonka bo'ladi. Bular yopilishi kerak. Bular bu yerda ko'p edi, deydi, qolib ketdi. Xo'sh, yana bu yer ham vagonka bo'ladi. Rekadan taxlanadi.